Bizga ko'p murojaat qiladigan asosiy bemorlardan biri churralar bilan ko'p murojaat qilishadi. Churralar bu tug'ma bo'ladi, orttirilgan bo'ladi. 2 haftalik, 1 oylik, 1,5 oylik chaqaloqlarni olib kelishadi. Yig'laganda kuchanyapti, kindigi shishib qolyapti yoki cho'g' sohasida shish hosil bo'lyapti deyishadi. Buni operatsiyasi tuzatish yo'li qiyinroq bo'ladi. Churra degani bu qorin devorini qattiq pardasi bor, aponevroz deymiz. Bolalarda bu teshiklar tug'ilishigacha kichrayishga ulgurmaydi. Shu paytda kuchanganda qorinning ichki a'zolari shu teshik orqali terini ostiga chiqib qoladi. Shu narsani biz churra deymiz, ruschasi aytganda grijha deymiz. G'illi qo'rqadi operatsiyaga kelishga, operatsiya qildirmayman, tiq tegmasin, shramidan, chandig'idan qo'rqishadi, boshqasidan. Eskilarning tilida bir xil keladi, aytadiki, urg'ochisi ekan, ko'payib ketar ekan. Bunaqa narsa yo'q. Bu narsani amaliyotda yaxshi bajarsa, retsidiv yoki qaytadan chiqishi kuzatilmaydi. Jahon sog'liqni saqlash statistik ma'lumotlariga olganda qaytalangan churralar uchrab turadi. Bu 0,1% ni tashkil qiladi. Butun dunyoda bor bu narsa. Bitta onaxonni 80 yoshlarida operatsiya qildik. Churrani shunaqangi teshigi katta bo'lganki, qo'rqib operatsiya qildirmay yurganlar, oxiri 80 yoshga borganlarida oshqozonni yarmi o'sha churra teshigi orqali churraning ichiga, terini ostiga chiqib qolgan. Nima yesam qayt qilyapman deb keldilar. Ko'rdik, churrani hajmi 30 santimetrga 30 santimetrlik, ichida oshqozon havosi eshitilyapti. Yotganlarida churraning ichidagi ovqat yana qaytib oshqozonga qorin bo'shlig'iga o'tadi, sassiq hid keladi, og'izdan qo'lansa hid keladi. Qaytganlaridan keyin yengillashadi. Qiynalib ketdim. Nima bo'lsa bo'lsin, lekin shuni to'g'rilab beringlar. Buni operatsiya qildik, yaxshi bo'lib ketdilar. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Men ismi sharifim Muhammedov Mirkamol Mirahmadovich. Shu Vitamed klinikasida 7 yildan ortiq davrda faoliyat yuritib boraman. Jarroh sifatida bizga ko'p murojaat qiladigan asosiy bemorlardan biri o't tosh kasalligidan tashqari churralar bilan ko'p murojaat qilishadi. Churralar to'g'risida qisqacha tushuntirish beradigan bo'lsam, churralar bu tug'ma bo'ladi, orttirilgan bo'ladi. Tug'ma churra bu yosh bolalarda, chaqaloqlarda uchraydi. Asosan cho'g' churrasi bilan kelishadi. Tug'ma churralar bilan yoki kindik churrasi bilan keladi. Farzand qancha kichkina bo'lsa, shu tug'ilishgandan keyin churrani kuzatadigan bo'lsa, yig'laganda, kuchanganda cho'g' sohasida shish hosil bo'ladi, yorg'og'ida shish hosil bo'ladi. Yig'lash tingandan keyin shish qaytib ketishi mumkin. Bularni asosan men tavsiya qilaman, qancha kichkina bo'lsa chaqaloq, yangi tug'ilgan chaqaloq, shuncha operatsiyasiz tuzatsa bo'ladi. Buni hayotiy tajribamizda davomida ko'p kuzatganman. Shu 2 haftalik, 1 oylik, 1,5 oylik chaqaloqlarni olib kelishadi. Yig'laganda kuchanyapti, kindigi shishib qolyapti yoki cho'g' sohasida shish hosil bo'lyapti deyishadi. Buni yo'li bor. Operatsiyasiz shu 5-6 oylik bo'lgungacha operatsiyasiz davolash yo'llarini men bilaman. Buni kuzatganmiz, tuzalgan chaqaloqlar bor, bolalar bor. Buni onasiga olib kelishsa, ko'rsatib tushuntirib beraman. Endi 5-6 oylikdan o'tgandan keyin buni operatsiyasiz tuzatish yo'li qiyinroq bo'ladi. Ko'pincha operatsiya qilishga majbur bo'lamiz. Nima deydi? Operatsiya vaqtida churra degani bu qorin devori bor. Qorin devorini qattiq pardasi bor, aponevroz deymiz. Shunda o'zi kichkina teshiklar bo'ladi, tomirlar o'tadigan. Bolalarda bu teshiklar tug'ilishigacha kichrayishga ulgurmaydi. Shu paytda kuchanganda qorinning ichki a'zolari shu teshik orqali terini ostiga chiqib qoladi. Shu narsani biz churra deymiz, ruschasi aytganda grijha deymiz. Bu teshiklar kichkina bo'lishi mumkin yangi tug'ilgan chaqaloqlarda. Undan o'tgandan keyin bu teshiklar o'zidan o'zi kichraymaydi. Bunda operatsiya qilishga, amaliyot qilishga majbur bo'lamiz. Endi orttirilgan churralar qanaqa? Orttirilgan churralar bu bola sog'lom tug'iladi. Churra chiqmaydi hech qayerda, hamma joyi anatomik tuzilishlari joyida, lekin ko'p kuchanishi natijasida yoki jismoniy mehnat natijasida mashq qilish, jismoniy tarbiyalarni, og'ir ko'tarishlar natijasida yoki yosh kattalarda qorin devorini nima deydi, elastikligi yo'qolishi natijasida bo'sh xaltaga o'xshab qoladi. Shunda shu teshiklar kengayib ketadi. Katta yoshliklarda, уже 1 yoshdan o'tgan bolalarda ham operatsiyasiz bu narsani davolab bo'lmaydi.
bir xil qo'rqadi operatsiyaga kelishga, operatsiya qildirmayman, tiq tegmasin, shiramidan, chandig'idan qo'rqishadi, boshqasidan. Yana bitta anaqa fikr borki, qaytalanar ekan, eskilarning tilida bir xil keladi, aytadiki, urg'ochisi ekan, ko'payib ketar ekan deb. Bunaqa narsa yo'q. Bu narsani amaliyotda yaxshi bajarsa, retsidiv yoki qaytadan chiqishi kuzatilmaydi. To'g'ri, butun dunyo bo'yicha Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining statistik ma'lumotlariga olganda retsidivniy yoki qaytalangan churralar uchrab turadi. Bu 0,1% tashkil qiladi. Butun dunyoda bor bu narsa. Keyinchalik to'xtatib o'tishi mumkin. Setka deyishadi, qo'ysa ham takrorlanib chiqishi mumkin, setka qo'ymasa ham takrorlanib chiqishi mumkin. Setka qo'yganda takrorlanishi juda kamdan kam holda bo'ladi. 0,00 mingdan 1% da bo'ladi. Setka qo'yilmagan taqdirda bu retsidivni takrorlanishi 0,1% ni tashkil qiladi. Setkani qachon qo'yishga majburimiz, shart deymiz. Setkasiz bo'lmaydi, setkasiz biza nima deydi, garantiyasini bermaymiz deymiz. Agar qorinni devoridagi teshik defekti deymiz, teshik katta hajmda bo'lsa. Katta hajmda bo'lsa, biza setkasiz bu teshikni bekitamiz deb tortib, to'qimalarni tortib tikkanimizda sitilib ketishi mumkin. Shunda biz garantiya bermaymiz, aytamiz setka qo'yishga majburmiz deb. Setkani lekin bitta narsani ogohlantirib qo'yishimiz kerak. Setka bu sintetik to'qimadan yasalgan, xuddi kapronga o'xshagan, kapron desa ham bo'ladi. Organizm buni qabul qilishi mumkin, qabul qilmasligi mumkin. 50% ga 50%. Men doim operatsiyadan oldin bemorlarga tushuntiraman. Setka qo'yamiz, lekin aytib qo'ying, agar organizmingiz qabul qilmasa buni kurashadi. Organizm bilan, shu setka bilan shunda 2 oygacha, kamdan kam holda 3 oygacha suyuqlik ajralib turishi mumkin. Teshiklar yarilib bitib ketadi. Lekin kichkina ninanovchi teshik qoladi, o'sha yerdan suyuqlik ajralib chiqadi, sel chiqadi. Go'shti seliga o'xshagan qizg'ish, sarg'ish sel chiqib turadi. Bu yiring emas, asorat emas. 2-3 oydan keyin organizm kurashishni to'xtatadi. Shundan keyin setka qoladi bir-biriga. Bu so'rilib ketmaydi. Shuni aytib qo'yaman, ogohlantiraman. Shunga rozi bo'lib oldindan aytib qo'yishim kerak. Nimaga desangiz, operatsiyadan keyin kelishadi, mana operatsiya qilib berganingizga 1 oy bo'ldi, 1 oydan oshdi. Hali ham sel chiqyapti. Bu faqat bitta noqulayligi, shu sel chiqish to'xtagungacha bog'lam qo'yib turish kerak bo'ladi. Biz aytamiz, prokladka yoki pampers qo'yib turasiz deb. Issiq kunda noqulaylik bo'lishi mumkin. Bitta setkani shu jihati bor. Kichkina teshik bo'lsa, setka qo'yish shart emas, buni shundoq to'g'rilasa bo'ladi. Churrani tikish usullari juda ko'p, buni faqat jarrohlar biladi. Usullari juda ko'p. Hammasi sinovdan o'tgan, amaliyotda tatbiq qilingan, juda turlari ko'p. O'shaning uchun agar teshik kichkina bo'lsa, unda setka qo'yish majburiy emas, shart emas. Setkasiz to'g'rilasa bo'ladi. Endi yana uchadigan churralar operatsiyadan keyingi churralar bo'ladi. Unda teshiklari ko'p bo'ladi. Churraning darvozasi deymiz biz, teshiklar juda ko'p bo'ladi. Unda ham setka qo'yishga majbur bo'lamiz. Bir xillar qo'rqadi, operatsiya bo'ldim, 2-3 marta bo'ldim, yana qaytalandi deb. Tajribamda katta hajmli ulkan churralar ham kelgan. Bitta onaxonni 80 yoshlarida operatsiya qildik. Churrani shunaqangi teshigi katta bo'lganki, o'zi qoplarni olib tashlagandan keyin hosil bo'lgan churra, qo'rqib operatsiya qildirmay yurganlar, oxiri 80 yoshga borganlarida oshqozonni yarmi shu churra teshigi orqali churraning ichiga, terini ostiga chiqib qolgan. Kelishlarining sababi ham, bizga kelishlarining sababi ham nima yesam qayt qilyapman deb keldilar. Ko'rdik, churrani hajmi 30 cm ga 30 cmlik churra, katta. Ichida oshqozon, havosi eshitilyapti. Tekshiruvlar davomida rentgen qildik, kompyuterli tomografiya qildik. Shunda oshqozonning yarmi shu churraning ichidaligi ma'lum bo'ldi. Xuddi qumsoqotga o'xshagan ovqat yillar, ovqat yegandan keyin bir qismi o'sha churra orqali, churraning teshigi orqali terini tagiga chiqib qoladi. Bu yerda saqlanib turadi, churra kattalashib ketadi, og'riydi. Yotganlarda churraning ichidagi ovqat yana qaytib oshqozonga, qorin bo'shlig'iga o'tadi. Sassiq hid keladi, og'izdan qo'lansa hid keladi. Qayt qilganlaridan keyin yengillashardi.
Biz shuni tushuntirdik. Operatsiya qilishga majbur bo'ldik. O'zlari ham rozi bo'ldilar. Qiynalib ketdim. Nima bo'lsa bo'lsin, lekin shuni to'g'rilab beringlar dedilar. Operatsiya qildik, yaxshi bo'lib ketdilar. Shuning uchun churrani hosil bo'ldimi, buni vaqtini ko'p cho'zib yurish kerak emas. Tavsiyam. Nimaga deganda, chorra darvozasi orqali chiqqan a'zolar qorin bo'shlig'ida charv yog' bo'ladimi, ichak bo'ladimi, oshqozon bo'ladimi, yo'g'on ichak bo'ladimi, buni yopishib ketadi. Operatsiya vaqtida qiynalamiz. Buni operatsiyani hajmi ham o'zgarib ketadi, ko'payib ketadi. Har bitta to'qimani ajratib, tomirlarni ajratib, qorin ichiga to'g'rilab, joylab, keyin churrani bekitishga to'g'ri keladi. Bu uzoq vaqt oladi, xavfi ham ko'proq bo'ladi. Shuning uchun churra hosil bo'ldimi, buni ko'p vaqt o'tkazmasdan tezroq operatsiya qildirsa, shunda doktorga ham, operatsiya qilayotgan shifokorga ham, bemor o'ziga ham yengil bo'ladi. Operatsiyadan keyingi tiklanish davri ham qisqa bo'ladi. Uzog'i bilan 1 oy jismoniy zo'riqish mumkin emas deymiz. 3 kilodan ortiq ko'tarmaysiz deymiz 1 oy. Bir xil aytadi 6 oy, 1 yil, yo'q 1 oy aytamiz. 1 oygacha og'ir ko'tarmaysiz. 1 oydan keyin xohlagan ish qilasiz deymiz. 80-yillarda, 80-yillarda, 90-yillarda ishlaganimizda og'ir jismoniy mehnat bilan shug'ullanadigan yuk ko'taruvchi, gruzchiklardirdik. Ishchilarni men tekstil kombinatida tibbiy sanitariya qismida ishlaganman. Tekstil kombinatida gruzchik bo'lib ishlaydiganlarga ham grijasini operatsiya qilib berardik. 1 oydan keyin o'zini mehnatiga, ish faoliyatiga qaytaverardi. 1 oygacha biz shifoxonadan tuzalib ketgandan keyin 1 oygacha yengil ishga o'tkazinglar deb tavsiya berardik. 1 oydan keyin o'zini ishini qilaverardi. Mana shunaqa. O'shaning uchun churra hosil bo'ldimi, buni qo'rqmasdan vaqtida aytayotganim yo'q, bir haftaning ichida 3-4 kunning ichida, bir hafta 10 kunning ichida qildiringlar deb. Kelasizlar, tekshiramiz, aniqlaymiz, haqiqatda churra bo'ladigan bo'lsa, buni tekshiruvdan o'tiladi. Qon, peshob tahlillari, yurakni faoliyati, buyrakni, jigari faoliyatini tekshiramiz, o'pkani tekshiramiz. Hammasi yaxshi bo'lsa, undan keyin bemor o'zi bilan maslahatlashib, operatsiya kunini belgilaymiz. Bemor keladi, operatsiya qilib beramiz, uzoq bilan 2 kun yotadi, 3-kuni uyga javob beramiz. Bir xilla churrani yanishtirishi mumkin. Ko'pincha churra deb o'ylaydi. Bu qorin old devorida, terini tagida yog' bezlari bo'ladi. O'sha hali aytganimdek tomirlik, mayda-mayda tomirlar chiqadigan teshiklar bor, o'sha yerdan yog' chiqib qolishi mumkin. Buni predbrushinniy jir deymiz, yog' deymiz. Bu chiqib qolishi mumkin. Uni ko'rish kerak bo'ladi, uni ajratish kerak bo'ladi. Agar tibbiyot tilida gapiradigan bo'lsa, haqiqiy churralar bor. Istinniy grijа deydi. Ложный grijа deydi. Uni doktorlar tushunadi, jarrohlar tushunadi bu narsani. Shuning uchun badanda ish hosil bo'ldimi, kelib ko'rsatishingizni tavsiya qilaman.